Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021 yil 11 oyning 19 kuni juma. To'nagim men leksiyada Metaverse va Mark Zuckerberg to'g'risida so'zlayapsam, kompyuter qetib qolganligi uchun leksiyaning oxirini davomlashtiramagandim. Bugun Metaverse to'g'risida maxsus bir dastlabki savat xarakterli tushuncha berib o'tay deb o'yladim, chunki bu uchurlarning vaqti qiymati bor. Biz hikoyalarda, romanlarda yoki cho'chaklarda shunday bir gaplarni anglaydigan. Parçalarning jakalari, jakachilar shunday deydigan. Ey xaloyiq, anlimdim demanglar, to'ymadim demanglar. Farmon shudir deb. Men bu yerda ma'lum narsani jaka qilmoqchi emasman, balki hozirgi bizning hayotimizda yuz berayotgan texnikadagi yuzlanishni va uning bizningki kelajakdagi mush yaqin 5 yildan 10 yil oldidagi hayotimizga ko'rsatgan ta'sirlari haqida, bizning emas, butun insoniyatning ko'rsatgan ta'siri haqida tushuncha beray deb o'yladim. To'nagin gapimni boshlab qo'ygandim. Mark Zuckerberg to'g'risida kichkina so'zlagan edim. Mark Zuckerbergning dadasi, anasi Roy kasallar doktori, dadasi tish doktori ekan. Kichik chaqda bolasini yaxshi tarbiyalagan ekan. Maxsus o'tir maktabda o'qiyotgan chaqda dadasi programma laylaydigan odamni taklif qilib bolasiga kompyuterning, ya'ni dastlabida o'zi basic tilni o'rgatib ekan. Kompyuter tilini bolasiga maxsus programmachini chaqirib o'qitgan ekan, o'rgatgan ekan. Ya'ni ota-onasining sog'an mablag'i pul xarjlab ekan demakchi bolasiga. Shuning bilan bu bola kichigidan o'tir maktabdan tortibla shunaqa har xil ishlar qiziqadigan, kompyuter, fizika, matematika qiziqadigan, texnika qiziqadigan, yangi yuzlanish qiziqadigan shunaqa o'sib ekan. Harvard kirgandan keyin Harvardga saboqdoshlari bilan o'sha o'tir maktabdagi haloqqa o'qishib bitagan vaqtda bir xotirlar bo'ladi-ku. Bizmi o'tir maktab, bu oliy maktabdan bitagan vaqtda albomlarga rasmimizni, ismimizni, har bir saboqchimizga ma'lum yaxshi ko'rgan so'zlarimizni qoldirishgan. Bulardimi shunday odat bor ekan. O'sha odatlar asosida keyingi saboqdoshlar bilan davomli aloqa qilib turishningki zaruriyatini his qilib, shunday bir aloqa betini qurib chiqsa qanday bo'ladi deb Facebookdan iborat mushu ideyaningki dastlabdiki, mushu ideya dastlabda tug'ilib ekan. Xo'sh, endi biz bildigan bugungi Mark Zuckerberg dunyodagi cho'ng boylarning biri. Yosh, 30 yosh. Ikki bolaning dadasi 2021 yil 10-oyning 28 kuni o'zining shirkati Facebook deganni Meta platform shirkati deb o'zgartirdi. Ya'ni Metaverse munbiri deb o'zgartirdi. Bu yerda Metaverse degan gapningki Meta degan oldingi so'z. Bu uning tashqarida, buning tashayinda degan gap. Verse degan gap universe, ya'ni olam degan gapdan kelgan. Metaverse degan olamning teshida degan gap. Bu nima demakchi? Biz bilamiz, biz yashayotgan yer shari ning 29% quruqliq, 70% dengiz okean bilan to'lgan. Bu bir fizikalik dunyo. Moddiy dunyo, bunday aytgan vaqtda. Ana degan bizning ro'yi dunyosimiz bo'ldi hayotimizda. Bu to'g'risida to'xtalmayman, ammo bu yerda davatgan Meta Universe degan gap olamning tashayindagi bir dunyo. Ya'ni sonliq ma'lumotlar, ya'ni kompyuterning texnikasi orqali paydo bo'ladigan 3D texnikasidan foydalanib yasavatgan bir dunyo. Bu 3D texnikasi, ya'ni bu yerda 3 dimensional degan gap 3 o'lchamlik. Biz odatda takshilik bo'ladi, andan keyin makon bo'ladi, bo'shliq bo'ladi. Bu yerda yana 3-bir o'lcham nima desa, massa yoki hajm. Mana bu shundan foydalanib turib, kompyuter texnikasidan foydalanib turib, yangi bo'shliqlarni, ya'ni mavhum bir dunyoni paydo qilishdan iborat. Mana biz ko'ryapmiz, internet texnikasining yaqin 40 yillik taraqqiyoti kishini hayron qoldirdi. Tim Berners-Lee degan kishi 1989-yilda World Wide Web WWW, ya'ni yer shari xarakterli torni ijod qilgan vaqtda kishilar angdaslida o'zaro xat yozishgan, ya'ni xat yozishgan, ba'zi torlarga chiqishni boshlagan. Torlarga chiqishni uchirib ko'rish, torlarni yasashni boshlagan. Ya'ni idora shirkatlar o'zining mahsulotlarini, shirkatini tashviq qilishda bundan foydalangan. Keyin bu barbara taraqqiy qilib, keyin blog yozdigan, andan keyin har xil elektronlik mahsulotlarni, ya'ni kitoblar paydo bo'lishga boshladi. Ya'ni 20 yilning ichida nurg'un ishlar bo'lib ketdi. Nurg'un taraqqiyotlar bo'lib ketdi. Hozirgi biz qaraydigan bo'lsak, o'sha 10 yilning ichida nurg'un ijtimoiy munbarlar paydo bo'lib ketdi. Masalan, Facebook deymiz,
Yaqında Zoom deymiz, Kindle deymiz. Hozir kitob sotib olsak, Kindle orqali sotilib o'qisak bo'ladi. Mana o'shunda 100 yilda 40 yilning ichidagi internet texnikasi bu taraqqiyot butun insoniyatning hayotiga olamshumul o'zgarishlar olib keldi. Shuning bilan birlikda har xil g'ayri narsalarningki vujudga kelishini vujudga keltiryapti. Bularning hammasi yaxshi emas. Uchur xuddi bu kishilarning o'zaro bog'lanishini, o'zaro uchrashishini, kishilar o'zaro bir-biriga yaqin kelgani bilan savdo tijoratni ilgari surgan bilan buningmi o'zgarishlik ziyonliqlar bo'ladi. Ya'ni jinoyat shakllari, ya'ni bu texnikadan foydali ba'zi yoki mutlaq mustabid davlatlar begunoh xalqlarni kishilarning erkinligini bo'g'adigan ishlarni qilyapti. Bu xuddi bizga ma'lum bir kishiningki texnika degan qo'shbisliq pichoq o'xshaydi. Uni to'g'ri ishlatsang, undan foydalanib turmushingni yaxshilaydigan ishlarni qilsan, masalan, bu birimlarni kessan, go'sht kessan, ko'ktat kessan, ammo undan xato foydalansang yoki alqiliq paytga o'zingni qo'ldan ishlatsan, ammo uni to'g'ri ishlatmasang, jinoyatchiga aylanib qolishi mumkin, xalqni jarohatlantirib qo'yishi mumkin, o'ldirib qo'yishi mumkin. Bu pichoq degan pichoq qurol, ammo gap uni qanday ishlatsa degan o'xshash. Texnikani yaxshi narsaga ishlatib, kishilarningki insoniyatning farovonligini oshirgan ishlatsa yaxshi, ammo uni kishilarning erkinligini kontrol qiladigan, kishilarni izdigan qurolga, ya'ni distopiyan deymiz, bu shunday bir qurolga aylantirib olsa, mana hozir biz ko'rayotgandek Uyg'urlarning beshiga kelgan kundagidek kunlarni insoniyat ko'rmaydigan bo'lmaydi. Uning bilan birlikda tor dunyosidagi texnik taraqqiyotningki nurg'un ta'siriyotlari tufayli ba'zi nurg'un, ya'ni tor kasalliklarmi paydo bo'ldi. Bu deganlik nima desa, to'rg'anidan ziyoda bog'lanib qilish, xumarib qilish, ana bu kishilarda, bularni yosh o'smirlarda tushkunlik, har xil kasalliklarni paydo qiladi. Xo'sh, endi texnikani qanday ishlatish bu bir masala. Kimning kontrol qilishda qaysi maqsad ishlatish u yana bir boshqa masala. Bu yerda Mark Zuckerberg qilmoqchi bo'lgani o'sha tor texnikasidan foydalanib turib, Meta Universe, ya'ni olamdan tashqari bir mavhum bir dunyoni barpo qilish. Bu orqali bu deydi, albatta chiroyli so'z deydi, kishilarni o'zaro bir-biriga bog'lash. Bizningki sezgi a'zolarimiz bo'ldi-ku, ko'zimizdan ko'ramiz, quloqimizdan anglaymiz, burnimizdan sezamiz. Va tashqi dunyoda biz ko'rgan moddiy narsalar bizningki mengimizga, bizda inkas paydo qiladi. Uning nisbatan biz o'zimizningki har xil inkaslarni bildiramiz, xo'shligimiz, hayajonlanamiz yoki g'azablanamiz deganga o'xshash. Endi bu Mark Zuckerbergning Meta Universe texnikasi nima ish qilmoqchi desa, biz hozir masalan kompyuter ishlasam, men so'zlayapman-ku. Endi Metaverse'dan iborat bu narsa vujudga kelsa, hozir nurg'un shirkatlar buni pul silyotdi. Ba'zi analizchilarningki mo'ljari qarag'ancha necha trillion dollar mushu texnikadan foydalanib yaratilmoqchi ekan oldimizgi 5-10 yilning ichida. Mening bu sizlarga bu so'zni alohida deyishim, vaqt qimmat deyishim, ba'zi Metaverse'ga oid ba'zi fursatlar kelib chiqyapti, mablag' silish fursatlari kelib chiqyapti. Masalan, shirkatlarning paylari, Roblox degan shirkatning payback o'sib ketdi yaqinqi necha kunning ichida. Metaverse'ning gaplari chiqib qolgan ekan. Xuddi Dogecoin'ning gaplarini Elon Musk deb qo'yaptilar. Nihoyat shiddat bilan o'sib ketgan o'xshash. Hozir Mark Zuckerberg Metaverse gapini deb qo'yap, shu Metaverse'ga oid texnika mablag' solgan shirkatlarning foydalari o'sadi. Undan sirt yana shifrli pullarning texnikasi, nima? Shifrli pullarning bozor chiqyapti. Ya'ni Metaverse'ga oqidar bir necha turli shifrli pul bor. Buni kelarga so'zlab beraman. Shu Metaverse haqidagi yangilik to'g'risida men bir necha qitimliksa so'zlab berishni to'g'ri ko'ryapman. Xo'sh, endi bu Metaverse degan gapning o'zininki kelib chiqilishi, tunji qitim ishlatilishi 1992-yili Neil Stephenson deydigan ilmiy fantaziyalik kitob yozgan bir kishi, roman yozgan bir kishiningki qora alokati degan bir yozmasida yozilib ekan. Ya'ni real dunyoda yashaydigan bir odam bor, ammo undan sirt bu shu mavhum dunyoda yashaydi, shunaqa bir turmush ilib boradi. Metaverse degan so'zning kelishi shu 1992-yilgi romanda yozilgan. Andan keyin 2011-yili Ernest Cline degan kishi Ready Player One, Hazrat so'g'an birinchi nomorli o'yinchi degan bir asarni yozgan. Bu bir xil ilmiy fantaziyalik asar. Yana buni demoqchiki, biz yashayotgan dunyo tahlikada qoldi. 2045-yilga borgan vaqtda dunyoda klimat krizi, energiya krizi yuz berdi. Jamiyatda dunyoda biz yashayotgan dunyoda nurg'un to'qnashuvlar yuz berdi. Insonlarning yashash muhiti nacharlab ketdi. Shuning bilan kishilar qanday oldi boshqa bir yerga hayotligida boshqa yerga
rahatlik izlab qochadi. Ya'ni u qochadigan yer Oasis deb ataldi. Ya'ni bo'stonliq deb ataldi. Bu metaverse dunyosida mavjud bo'ladi. Bu metaverse degan so'zning kelib chiqishi ashundoq kishilarningki ilmiy fantaziyalik romanlarda bu aks ettirilgan, endi Mark Zuckerberg o'xshash korxonachilar bundan foydalanyapti. Ya'ni metaverse'dan foydalanib nurg'unlagan tovarlar, ya'ni elektronlik tovarlar paydo bo'lmoqchi, mulozimatlar paydo bo'lmoqchi oldimizda. Masalan, metaverse dunyosida harakat qilish uchun, ashari yashash uchun nima ish qilmoqchi deganda, bu shirkatlar yana nurg'un mahsulotlarni ijod qilmoqchi. Qanday mahsulotlarni degan vaqtda maxsus shu ko'z burun 10 yilning 20 yilning oldin strolog kinoni ko'rganlar bo'lishi mumkin. Shu strolog kinolarni ko'rgan vaqtda birisi kaltak top atsa, top xuddi sizning yuzingiz tekkandek bo'ladi-ku. Ashunday tuyg'uni beradigan, ashunday bir aslatni beradigan asboblarni yasamoqchi yasalibdi. Uningki hozir birisi $2000, $3000 ekan. iPhone chiqqan vaqt qandaqdi? Telefon chiqqan chaqda qandaqdi? Hamma narsa chiqqan chaqda qimmat. Uni ko'plab ishlab chiqqandan keyin chunki tijoratchilar foydali narsaga yuguradi. Qaysi narsadan foyda bo'lsa, shu sohaga kirmoqchi bo'ldi. Ya'ni birisi monopol qila olmaydi uni. Agar favqulodda patent huquqini ilib olmagan bo'lsa, erkin bozor raqobatida qaysi sohada foyda bo'lsa, shirkatlar shunga mablag' soladi. Shunga bu $2-3 bir mahsulotni $2-3 sotib olsa, bunaqa nurg'un shirkatlar hozir mablag' solyapti ki buni bahasi tushdi. Demak, bu yerda hozir bizning fizikalik biz yashayotgan real dunyoga yondosh holda bir mavhum dunyo bo'ladi degan gap. Bu yerda VR deydigan bir gap, virtual reality degan gap. Bu virtual reality degan gapning o'zi mavhum reallik degan gap. Bu qanday gap? Bu mavhum reallik degan gap xuddi biz Urumchining ko'chalarida anglaydigan ajab, dahshat, sat, chiroyli juma, ma'vo deganga o'xshash, dahshat, sat, chiroyli deydigan bir gaplarimiz bor-ku. Anlaganmisizlar? Shu gapga o'xshashli bir gap bu. Virtual reality, mavhum reallik degan qanday gap bu? Andan keyin augmented reality degan bir gap bor. Ya'ni kengaytirilgan, cho'ngaytirilgan reallik degan gap bor. Bu qanday cho'ngaytirilgan reallik? Ya'ni biz fiziklik dunyoda yashayotimiz shunaqqa, ammo texnikalarning vositasidan foydalanib bizning oldimizdagi kompyuterlarda, ekranlarda alayda bir suratlar, shakllar, personajlar shakllanadi. Va hatto o'zimizning elektronlik nusxasini kompyuterda ko'rar ekanmiz, yasay olar ekanmiz. Ya'ni agar metaverse davatgan shu texnika, buning hozirgi texnikalar davomli ichilyapti. Shunda bo'lib qolsa, kelgusi dunyoda biz mayada o'ltirib turib, men Istanbulga bir saboqtishim bilan yoki bo'lmasa Gollandiyadagi bir saboqtishim bilan va yoki bo'lmasa Avstraliyadagi bir saboqtishim bilan degandek, do'stim bilan degandek o'ltirib to'r orqali qahva ichib, kort o'ynab, ba'zi ishlarni muzokara qilar ekan. Ammo u ahvol menga xuddi hammamiz bir so'rinda o'tganigidek ta'sir etar ekan. Ya'ni men agar shu metaverse degan texnika shunday ichilib davomli taraqqiy qildirilsa, shu texnika vujudga kelgan vaqtda men kompyuterda menda qarab o'ltirib emas, xuddi shu kompyuterning ichida kirgandek bir hissiyat tuyg'u bo'ladi ekanman. Shu ahvol shunday ko'pchilik hamda shu texnikaga mablag' solgan shirkatlar ko'payyapti. Shu texnikaga aloqador, metaverse ga aloqador shifrliq pullar paydo bo'lyapti. Hamda blockchain texnikasi, ya'ni Bitcoinni barliq keltirgan blockchain texnikasimi metaverse'da kengri ishlatilish oldida turdi. Demak, shifrliq pullarning shunga yondashaldi. Shifrliq pullarning ma'lum shifrliq pullarning foydasi payda berish fursatlari bo'ladi demakchi. Shunga sizlarni mushundan xabar topib qolsin deyman. Agar bu temaga davomli qiziqsanglar, yana men so'zlab bersam bo'ldi. Ya'ni kelar qatimda qaysi xil shifrliq pullar metaverse munosabatli degan mazmunni so'zlab berishim mumkin. Agar qiziqsanglar, qiziqmasanglar boshqa gap yo'q. Xayr amsa, bu ishlar bo'lsin. Rahmat.